Xitoyning yepiq tarbiyalash lageri xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'amoqda. Kishilik huquq kuzatuvchilarining dokladida Sharqiy Turkistondagi bir qism kishilarning tarbiyalash lagerlariga qamilishining asosli sababi odatda chet elga sayohatga chiqqanlar yoki tuqqanlari chet elga chiqib ketganlar ekanligi. Undan boshqa kishilarning nima uchun qamalganligining noma'lum ekanligi. Tarbiyalashga qamalganlarning Xitoy yeziqidagi Xitoy qonunlarini o'rganishga, Xitoycha tashviqot filmlarini ko'rishga majburlanganligi. Yaqindan buyon qozoq, qirg'iz qarindoshlarimizning tarbiyalash lagerlariga qamilishga boshlaganligi tilga ilingan. Fransiyada balasiga jihad ismini qo'ymoqchi bo'lgan oila ustidan arz qilindi. 2015-yili Fransiyada 130 odamning o'lishiga sababchi bo'lgan terrorlik voqeasi yuz bergandan keyin Fransiyada jihad so'ziga nisbatan sezgurlik qattiq oshganligi sababdan bir oila balasiga jihad ismini qo'ymoqchi bo'lganda yerlik hukumat mas'ullari bu oila ustidan adliya idorasiga arz qilgan. Hamasning bir yuqori darajalik amaldori Tehronda ziyoratda bo'ldi. Hamas siyosiy ishlar byurosining muavin boshlig'i Salih al-Arurini Tehron ziyorati to'g'risida yozma bayonot e'lon qilib, Isroiliya ishg'oliga qarshi Falastin xalqini qo'llab-quvvatlayotgan butkul davlatlar bilan munosabatlarni kuchaytirish tarafdori ekanligini bildirdi. Tillerson Iroqdagi chet el kuchlarining o'z mamlakatlariga qaytishi kerakligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillerson Iroqda terrorlik tashkiloti Daeshga qarshi qilinayotgan kurashlarning oxirgi bosqichga kelganligini eskartib, Iroqdagi ironliklarni o'z ichiga olgan barliq chet el kuchlarining o'z mamlakatlariga qaytib ketishi lozimligini aytdi.